Salom do'stlar, bu o'rgitimizda rivojni juda ham sevib tanovul qilishadi, chunki rivoj ming bir tarka davo deyishadi. Buni albatta o'rgitinglar juda ham yaxshi bilishadi. Rivojga kelsak, rivoj ba'zi bir joylarda chuqur deb nomlanadi. Bizning Urgutda yoki Samarqandda rivoj deyiladi. Rivojga kelsak, rivoj ikki xil rivoj bor, oddiy rivoj va taysanga rivoj. Taysanga rivoj juda ham mazali bo'ladi, suvlikkina, kisli. Buni yegan biladi, yemagan o'zi biladi. Bunaqa rivojni yemabsiz, hali rivoj yegandek bo'lmabsiz. Shunaqa gaplar akalar. Rivojning narxiga kelsak, narxi 25 ming so'm va 20 ming so'm optim narxi. Ertalab darvaqt yuqori bozor kesali optim narxi olib olasizlar. Keyingi dona narxiga kelsak, donaga 35 ming yoki 40 ming so'm deyishadi. Savdo qilish o'zingizga bog'liq. Ana shu videoni bitta musofir aka-ukalarimiz jo'natib qo'yinglar, juda ham sog'inishgan bo'lsa kerak. Xo'p, rivojga albatta ulgurib qolinglar. O'zi 10 kun yoki 15 kun vaqt qoldi, olib qolinglar. Albatta mazza qilib yeysizlar. Barchangizga rahmat deyman. E'tibor uchun kattakon rahmat. Mana shu videoni do'st birodarlaringiz bilan ulashing. Kanalga obuna bo'lib, bitta like bosishni unutmang. Xato qilgan bo'lsak, uzr.